Aqlli tulki. Bir paytlar chuqur o'rmonda Lisa ismli aqlli tulki yashar edi. U barcha o'rmon aholisi orasida zukkoligi va ayyorligi bilan tanilgan edi. Lisa qiyin muammolarni hal qilishni yaxshi ko'rardi va har doim eng chalkash vaziyatlardan chiqish yo'lini topar edi. Bir kuni o'rmonda falokat yuz berdi. Yovuz sehrgar o'rmondagi daryoni sehrlab qo'ydi va undan suv oqishini to'xtatdi. O'rmon hayvonlari juda xavotirda edilar, chunki daryo ularning asosiy suv manbai edi. Lisa esa do'stlariga yordam berishga qaror qildi va sehrgarni topish va uning jumbog'ini hal qilish uchun sayohatga chiqdi. Yo'lda u turli xil hayvonlarni uchratdi. Ular Lisaga maslahatlar berdi. Lisa barcha dalillarni birlashtirdi va sehrni buzish uchun eng baland tog'da o'sadigan noyob gulni topish kerakligini tushundi. Lisa bor kuchi va donoligini to'plab, bu gulni izlab yo'lga chiqdi. Sayohat qiyin edi, lekin uning qat'iyatliligi va aql-zakovati unga barcha to'siqlarni yengishiga yordam berdi. Nihoyat u gulni topib daryoga olib keldi. Lisa gulni suvga qo'yishi bilanoq sehr darhol ko'tarildi va daryo yana tirik suv bilan ko'piklandi. O'rmon hayvonlari xursand bo'lishdi va Lisaning zukkoligi va jasorati uchun minnatdorchilik bildirishdi. O'shandan beri Lisa o'rmonning haqiqiy qahramoniga aylandi. U haqiqiy kuch nafaqat ayyorlikda, balki mehribonlik, jasorat va boshqalarga yordam berish qobiliyatida ekanligini tushundi. Shunday qilib, ertagimiz yaxshilik bilan tamom bo'ldi.